Shaharda nechta soliqchi bor? Shaharda nechta soliqchi bor deyapman. Shaharda 120 ta soliqchi bor. Mana 120 tani 10 tadan kirishasi bor. Tamam. Bir haftada 1 kilo go'sht olib kelib beradi. 1 kilo balo olib kelib beradi, batar olib kelib beradi, bolasiga qaraydi, enasiga qaraydi, ammasiga qaraydi. Davlatning byudjetiga qaramaydi. U keyin ko'zini yumadi, ko'z yumib. Kar eshitmaydi davlat. Davlatni eshitmaydi. U ko'ziga haligi xudoda ko'rinadi, tavba deyish kerak. Mana shunday bo'layapti-da. 120 ta bizdenlik nima qilibdi shaharda? Shuning uchun hammangni qisqartiraman men. Mana hozir положение chiqarib turibman. Menga bunaqa soliqchilar kerak emas. Hammang mana agar adolat bo'lsa, mana birinchi muavin aytish kerak. Mana soliqchi 21 oyda 25 kun nima ish qiladi? 5 kun soliq yig'adi, 25 kunchi. Nima qilasan 25 kun? Agar men bo'lsam, men har safar mana orqasidan odam qo'yaman. Har safar qayerda ishlamasam, qani soat 9 da kelasan ishga, nima qilasan? Namangan viloyatining rayon hokimini bir kun bosh vazir bo'lib ishlab yurganimda orqasidan va hokazo bizda hamma kerakli texnikalarimiz bor. Soat 10 da ishga boradi. 12:30 da keladi. 12:30 dan 15 da 1 da chiqib uyga kirib ketib 5 ga ishxonaga keladi. 5 dan 8:30 uyga keladi. Har kuni shu. Aslarchi mana idoraga keldilaring. Nima uchun birinchi muavin o'zingni qiynamaysan? Nima uchun qiynamaysan? Nimaga har bittasini borib tekshirmaysan? Nimaga o'zing borib monitoring qilmaysan? Nimaga Parpiyevni jo'natsam 3 soat ichida bitta rayonda 95 million pul topildi? 95 million pul. Qani byudjetda pul? Hamma kistaga ketyapti. 3 yil ishlamasdan to'rt etajli uy qurasan hamma, 20 ta mashina olasan. Qayerdan nima? Oylikdan olasan. Sal insofli bo'lgin, o'g'ri bo'l, insofli bo'lsan. Kim bu gaplarni aytadi? Hech kim, hech qachon yuraveramiz qarsakcha olib. Shu vaqtgacha qarsakcha olib keldik.